do'stlar. Mana bugun sizlar bilan men mana shu yerda ochilgan, hozirda ochilgan mana shu agent, dinamik agentni olaman do'stlar. Qara men videoni boshladim. Mana planimizni ko'rib turishingiz mumkin. Birinchi navbatda 2,17 mingga yaqin terimni ham 16-tiyerga tushirib oldim. Mana tarkibimiz bitta donagina kuchaytirgich ishlatib qo'yamiz. Yig'olmadim kuchaytirgich, o'ynashga vaqtim bo'lmadi. Internetda muammo bo'lmoqda. Ko'raver ekan. Ko'ramiz hozir kimga beradi kuchaytirgichni bosdik qani. Voy. Kimga berganini ko'ra olmay qoldim. Ishlatilib ketgan bo'ladi hozir dilizga kirsa. Kimga bergan bo'lishi mumkin hozir bu yerda. Bugun 2 tiyani bo'lishi mumkin. Mana uni men 40 ta olmaysiz deb o'ylagandim. Lekin adashgan ekanman, pulga kelayotgan. Mana hozir men mana shuni olaman, bir qo'l o'ynab sizlarga aytib qo'ygan edim. Stadionda kuchaytiraman deb aytganimda o'ynashga vaqtim bo'lmadi, shuning uchun bir tomonni full qila olmadim. Hozir bir qo'l o'ynab olaman men va bu yerdagi qizil agentni olaman. Qani men o'yinimni boshladim. Mana do'stlar, biz bir qo'l o'ynamiz yakuniy bo'ldik. Mana endi biz hozir qizil agentni olamiz. Olib oldik. Bismillah deb boshlaymiz. Bu yerda Easy, Williams, Barkolia, De Paul, Felix, Cunha. Shular tushsa ham tushsin. Inshaalloh. Qani biz bu agentni bosamiz do'stlar. Va qoraroq futbolchi, qora futbolchi. Uchinchi raqam egasi. Albatta shotni sotgan hujumchi ekan. Kim bo'lishi mumkin? Oxirigacha tomosha qilamiz. 90 tezligi. Olmadim do'stlar. Williams tushdi. Shu Iñaki Williams tushdi. Nico Williams tushsa bo'lmasligi. Shu mening akasi, bularning hikoyasi juda mana u nima desam bo'ladi. Qayg'uli bo'lgan. Ikkalasi aka-uka, lekin boshqa davlatliklar. Sababini internetdan yozsangiz chiqib keladi. Williams joyiga turoladi. Kuchaytirgich berib bo'lmaydi, ko'rishingiz mumkin. Iñaki Williams sotib olindi bizda. Do'stlar, klipimiz shulardan iborat edi. Keyingi videoda Xudo xohlasa full qilaman mana shu tomonini stadionimizning. Qani bo'lmasa xayr do'stlar, klipimizni yakunlaymiz.